Orqamda turgan minora bu shaharga yiliga 100 million yevro daromad olib keladi. Ha, bu Parij. Biz Club Travel bilan bir nechta shaharlarni o'z ichiga oladigan kombo tur qildik. Sayohatimiz 14 kun davom etadi. Safar davomida 5 ta davlat, 8 ta shaharni ko'rasiz. Safar Italiyadan boshlanadi. Milanda Duomo saborini ko'rasiz. Sforza qalasini tomosha qilasiz. Como ko'lining moviy suvlari bo'yida dam olasiz. Undan keyin Fransiyaga o'tasiz. Avval Strasburgning UNESCO himoyasidagi tarixiy ko'chalarni aylanasiz. Keyingi kun to'g'ri Parijga yo'l olasiz. Louvrega tashrif buyurasiz. Sena daryosi bo'ylab suzasiz. Kechki Parijning chiroqlarini tomosha qilasiz. Sevgi shahri Parijdan to'yganingizdan so'ng Belgiyaga ketasiz. Bryusselda Grand Place maydonini ko'rasiz va dunyodagi eng mazali Maniken Pis trufeli Fritzdan tatib ko'rasiz. Keyingi davlat Niderlandiya. Amsterdam kanallarida qayiqda suzasiz. Volendam baliqchilar shaharchasiga borasiz. Zandshans shamol tegirmonlarini tomosha qilasiz va dunyodagi eng mazali pishloq ishlab chiqarilishini ko'rasiz. Keyingi manzil Germaniya. To'g'ridan-to'g'ri Frankfurtga borib, diqqatga sazovor joylarni ko'rasiz. Keyingi kun Münchenning tarixiy markazini aylanasiz. So'ngra Avstriya tog'lari orasidan o'tib, Alplar bag'ridagi Neuschwanstein qalasiga chiqasiz. Sayohatni eng romantik notada yakunlaysiz, chunki Italiyaga qaytasiz. Romeo va Julietta shahri Veronani ko'rasiz. Keyingi kun Venetsiyada gondolaga o'tirasiz. San Marko maydoniga qadam qo'yasiz. Kanallar orasida adashib qolishdan qo'rqmang, chunki Club Travel sizni yolg'iz qoldirmaydi. Bularning hammasi siz bilan hamrohlik qiluvchi gid ishtirokida bo'ladi. Men bu davlatlarda bir necha bor bo'lganman. Shuning uchun sizga eng zo'r narxni tayyorladim. Tur narxi bir kishi uchun $1500. Aviachipta va viza alohida to'lanadi. Agar siz ham bir deganda Yevropaning bir nechta davlatlariga borishni xohlasangiz, quyidagi raqamlarga murojaat qiling.